Assalomu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Vlogs kanalına hoş geldiniz. Bugün Abdujabbar bilan kursdoshlar bilan Ardaq Xiyoncha qala aylanmaga keldik. Xudo xolasa shuni videoni ko'rsatishga harakat etamiz. Kanalga obuna bosmanglar, like bosmanglar, izoh yozmanglar. Boshladik. Yalanglash. Hech ketmaydi. Qolmaysiz. Chiqamchi. Qo'ying chiqib nima qilasiz? Hazarasda juda tepada turibmiz. Bu yoqqa tushsa yiqilib ketadi, bu yoqqa ham yiqilib ketadi. Yoshlar bu yoqda. Bu joyi yo'qib ketdi. Abdujabbar, yaxshimi endi? Telefon olib turing. Krem bor o'ylayman. Telefon ushlab olasizmi tashlab? Ha. Krem bor? Qat'iy. Ya, bor. Qorami? Bor. Ushlab olasizmi? Ha. Ketdi. Chindan tashladingizmi? Yo'qmi? Shu. Bu olyapti shekilli. Tutmasa bo'ldi. Yallah. Yo'q, oldin ana bu bo'lgan balandroq bo'lgan bunaqa. Ana bachichalik ketib qoldi, olib qo'yadi. Bo'pti. Hazaras tuman. Juma masjidi. Sulaymon Qala mahallasi. Ko'na masjid, unda mehrob. Gumbaz. Havo shunga o'xshaydi. Endi muzikalar keladi. Ayakta bursatga bosib o'xshaydi. Mehrob ko'na shakli o'xshaydi. Onu Murat boshab tur. Endi keyiz deb turib biladim qachon boshlayman. Men bir rojdanman, 52 yoshimda shu bo'ldi. Havlusu yok mu şimdi? Havlu içeride. Kulkarlardan ne kadar? Yok. Çok havlu çekiyor. Aldım. Aldım. Bo'ling endi Abdujabbar. Ha bitta sakrang endi. Jaloliddin menga berdilar. Avlodi demaydi birov sizda. Yo, sakramaydi. Pastga tushib ketish yo'q. Şimdi qoqing. Şimdi qoqing. Nima deysiz? Shu yaxshimi endi? Basoningdan uni. Zosh kelgan. Diyorash yaxshimi endi? Diyorash yaxshimi endi? Shu yaxshimi endi? Nimasi yaxshimi? Shu yaxshimi endi? Mikrofon olib kelmabmiz-da. Keyin ham aylanamiz. Ha? Zo'r bo'ldi, o'zi narxi atiga 5 minut tizimsan. 5 ming? 5 minut tizimsan atiga. Rostmi? Ha. Yoshlar. Biz sochingiz kesdikmi? Kecha? Kecha. Video yapma. Qani? Apple. iPhone. Apple savat. Devam edelim. Naqshlari 200 chiqadi. Aslo bizga o'xshamaydi.
bo'lgan ustilarimizda qarshi naqshlari o'chib ketgan bo'lsa, ming eskilaridan yettita ustun, qolganlari 17, 18 ustunlar. Operator. Mobilograf. Targetov. Еще раз. Ездит тебе мозг. Потнут мозга ему. Эта девушка доходит со двора до Бухары. Она... Mana shu yerda televizor ko'rishgan. Это аутентично сейчас. Какое слово самое важное было в 24 году? Аутентичность. Bilasiz, yodgorlari tarqoq. Lekin bizda 90% yodgorlar hammasi qala ichida, 26 gektar ichida. Yo'q, qalani ko'ramiz. Oddiy bir quduq bor. Oldin bu yerlar cho'l, sahro bo'lgan. Lekin shu cho'l o'rtasida sharqlar g'arbni birlashtiruvchi katta ipak yo'l ekan. Qori charchab kelgan karvonlar cho'lni tugani odamlarni suv tugaydi. Odamlar to'xtab shu yo'ldan mustaqil o'tgan. Lekin shu qori chanqab, bitta ho'plab. Hey vaqtida eski so'zda olingan bo'lib, qanday shifobaxsh mazali suv degan ma'no. Dillar o'tishi bilan hey vaqt tildan birga o'tib, bu joyda hayot bor, sekinasta shahar paydo bo'ladi. Endi qarang, bu Xorazm so'zini ma'nosi desak, bir yilda 365 kun bo'lsa, bizning 300 kunimiz quyoshli bo'lgani uchun Xor degani quyosh, azm degani bo'lgan. Sizlarga yana bir bor quyosh o'lchamizga xush kelibsiz. Bu minorani aytib o'tay. Minoramiz O'zbekiston bo'yicha eng baland, chiroyli minoramiz Bosh vazir Akbar Islom Xo'ja minorasi.
50 metr qarasak 98 tasini qo'yamiz. Davom etamiz. Buni ko'tarib bo'lmaydimi? But you are citizens. Yeah, citizen of Biz gazım. the world. Biznesini muzeyini chazam shaxsanan. Acaba? Shikasimi kattasi. Katta olayım. Kanka sorun. Katta benim. 5000 so'm. Tamam benim. Yap yap. Pasport. Shaxsanan 5000 so'm. Ha biz inşallah. Ha. Biz boşanız. Gittimiz ketib qol. To'g'ri qo'y. Комментарий хоть не выходит. Nimadan quruq qolib ketdik? Havaya mısın? Biz biletimiz yo'q qolib qolgan. Boshqanday qolib Where is ketdi. my bilet? I don't have bilet. Biletimiz boshqanday qolib ketdi. Mana shu kamda-yu. Ama güzel mutluya girdik. Kimga kerak bu? Güzel. Ne yapıyor? Nerede müzeler? Keparlar. Keparlar sen müze. Bazıları. Kırkore. Hamza var. Bayağı geldik. Biz biletimiz qolib ketdi-ku. Nima qilamiz? Götüreceğiz sizden. Bilet. Men Bo'pti, biz kiramiz. This place was used to be a mosque, but nowadays they have made it a museum, so it's not a mosque anymore. It's just a place where you can visit. O, menda zo'r video ko'rib chiqar ekan. Oh. Narxlari oshib ketgan bo'lsa, hatto 1000 yil bo'lgan eskilaridan 7 ta ustun, qolganlari 17. Birinchi tiklanishi 10-asr, ikkinchi marotaba 1740-yili Eron shohi Nodir shoh hujumidan so'ng masjidga tasodifan yong'in tushadi. Nimagaki Eronlar musulmon bo'lgan, masjid madrasaga tegmagan. Qaytadan masjidimiz 1788-yili Abdurahmon Mehter tomonidan masjid qaytadan tiklanadi. Abdurahmon Mehter xon xazinabonchi bo'lgan, mana shu masjidning ichida ishlaydigan, ustalar ovqatga ketadigan har gal birtangadan olib qolib, masjidning tashqariga turgan ulkan minorasini ko'radi. Minora bitgandan so'ng ustalarning hammasi minoradagi yo'q kelib, odamlar ko'ringlar, agarda biz nafsimizni tiymaganda mana shu turgan minorani yutib olgan bo'lardik. Nafsini tiygan imom deb minorani ko'rsatib qo'yar ekan. Bu tarafdan mehrob bor kelamiz. Hadi, masjidga olib ko'tar. Charchab bordi. Menda ham videochi bo'laman. Masjidning qiblasi mehrob. Mehrobning o'rtasida shunaqa bitta nuqta bo'lganki, imom shu nuqtada turib ustunlarga qarasa, ustunlar dedi birorta ustun odamni to'sib qolmagan. Imom hammani ko'rgan, hamma imomni ko'rib bemalol boshqara olgan.
Ustilarimiz shaxmat stilida kelib chiqilgan. Endi qarang, savol bo'lishi mumkin, imomning ovozi 5000 ta odamga qanday yetadi desak, mihrobning yonida devorda ikkita teshik saqlanib qolgan. Ana shu teshiklarda o'zini davrida devorlar ichida aylanma holatda 200 tasi bo'lgan. Bu teshik ichida sapol keramika ko'zachlar joylashgan bo'lib, ovoz qaytargich, ya'ni akustika vazifasini ham bajargan ekan. Qarang, juda aqlli bo'lishgan, har bir narsani inobatga olib tiklangan. Yana savol bo'lishi mumkin, nimaga 213 ta ustun desak, Qur'onda Allohning ismlari 213 marta zikr qilinar ekan. Shuning uchun ham biz bu yerda 213 ta ustunga guvoh bo'lamiz. Yaqinda Turkiya prezidentlari kelib namoz o'qib ketdi. Ozarbayjon prezidentlari kelib namoz o'qib ketdi. Hozirgi kunda bu yer muzey endi, juma namozlari qala tashqarisida o'qiladi. Ko'ring, tomosha qiling, keyin yana davom etamiz. Emas lekin. Nechun ajablanarli joyi, ovoz hamma joyga yetgan. Ustunlarim yozuv qilib. Bu kitoblar Qur'on kitobmi? Qur'on Karim emas. Satladimmi? Yo'q, o'qidim. Qur'on Karim. Ustunlar yonda rasmga tushib oladi. Yo'q. Nechun hammasi har xil dedilar? No, eshitib qoldim men, yonda eshitib qoldim. Chiroyli rasmga tushirib bo'ladi. Qo'ying, rasmni. Bilan olib bering. Qorong'i qolasan. Fakat bo'ldi. Chaslan? Unda rasm olmoqmi? Ha? Tamam. Bo'ldi, olib bering. Oldim. Bularni. Oldim. Abja bor. Men o'chib turay. Yo'q, men bugun video ko'raman. Ustuni. Mana yo'q. Ha, shaptoy. Ish bilan o'yinim. Ish bilan bo'lam. Ha, nima churi? To'xtang. Bo'ldi. Operator. So'sh. Nima chip turing? Universitetiga qadar qal'a ichida shunga o'xshagan madrasadan 60 ta madrasa bo'lgan. Bu degani Sizagacha shuni o'shan qal'ani ichida. Bilim o'chog'i juda kuchli bo'lganda bizda. Sizagacha shuni 25 ta sinfga uni ham ko'pchiligi restoran, restoran muzey qilgan. Hozir bu yerda biz bilan oxirgi hollarni asl fotosuratlarni Ben şunu çaldım ben. Onu çekeyim bro. Please. Kimni odami bu? mehmonxona qismi bor edi. Yunashib chiqdi. O'quv bor qismi. Labirent yedik. Labirintda. Ha, saroy labirintda. Nimalarga hujjatlarga kadastr ishlari bo'yicha. Uçtuk gidiyoruz mu? Hujjatni hozir saqlash iloji bo'lmagan, shunaqa toshlarga o'yib yozib qo'yishgan, keyin shu hujjatni toshni saroyni peshtaga yopishtirib qo'yishgan. Adan nima degani?
Hadi yo'qolib qol. Mana shu ko'chada rasmga tushishga qaytib kelsak bo'ladi. Eng chiroyli ko'cha hisoblanadi, ham eskida. Bu yerda odam yurmaydi, tushish kerak. O'tirib, videolarga, rasmlarga. Bo'l aylan olaylik bitta Bu tushamiz. kanalda shu kanal tushib qo'yganman, mana shu yerda tushganman. Bu hamma shu Rahat, tushiring. Sadoqat. mana ikkita sumka ko'tarib qo'ygan. Amca buyur. Eman o'zingni telefonni o'zingda olsam bo'lmaydimi? Bo'ladi. Menga esa Bir adam geliyorsun. Haydi. yuring. Yaxshi telefon olsan. Yo'q, yaxshi. O'ngay ekan qayt. Ya'ni karvon saroyi ham shu qurgan. Alloqulixon tomonidan qurilgan karvon saroyi katta bozorga o'zini davrida kelgan karvonlar birinchi navbatda shu yerda to'xtagan. O'zini davrida ichida yotib ham qolish investitsiya yapgan. Hozirgi kunda ham savdo siratan bo'ladi. Bu necha uzaytirsam bo'ladimi? Uzayacak. O'ngay spoqoladi. Hamma u. Açıp tur tortladı. Tartsa bo'ladimi? Yo'q, Video o'zim qo'yib qo'yacakman, gerek yo'q. Video turgan qo'ydi. Hisob. O'tirdi. Jo'yib. Nima bo'ldi? Ya. Nechiko? Подписали. Поймают, потом закопают, свет, наверное. Nomahram kirishi mumkin bo'lmagan. Qadimda shariat 4 ta xotin olish mumkin bo'lgan. Agar ularning xotirasini ham bir xil ko'rib boqiy olsa. Shu qatorda xonni o'zini 4 tala nikohlangan mo'ljallangan 4 tala ayvonchasi joylashgan. Xonni o'zini ayvoni bilan shu qatorda 5 ta ayvon bor. 4 tala xotin xizmatida 40 ta kanizak yashash joylari, bu yog'imizdagi ayvonlarda 40 ta kanizak yashash joylari bor. Hammasi bir joyda yashagan ekan. Albatta bitta joyda yashagan. Birinchi ayvonimiz 4 tala ayvonga nisbatan baland. Bir kuni xon deydi, ustalar ishini ko'ray deb kelsa, 5 ta ayvonni ham tomiga ipatin. O'shanda xon qarab turib, xonni jahli chiqib, erkaklar bu ayollardan bir bog'ni ustun turadi, ko'tarib chiqarish bilan yurib ayvonni o'tirib, qaytadan chiqarish bilan ko'tarib qo'ygan ekan. Qadimda xon ayollari 4 kiloda, ular 7 kilogacha tilla tanga taqishar ekan, ichmasdan har doim. Agar xon taloq bersa tamom, hech nima olmaydi, taqim-taqimcha bilan chiqib ketaveradi. Keyinchalik ular ana shu tillalar orqali kun kechirgan. O'sha uchun ham xon ayollari ertangi kun uchun qancha ko'p bo'lsa shuncha tillatanga taqishar ekan. Endi xonamizda o'zi kelib taloq bermagan. Bitta taloq berishiga sabab bir kun haram qismiga sadaqa so'rab yurgan odam bexosdan haramga kirib qoladi. Bundan xabar topgan xon ayolim chaqiradi, senga taloq deydi. Ayol hayron, nimaga menga taloq berdingiz desa, sani ko'zing nomahramga tushdi. Ayol aytadiki, axir bu sadaqa so'rab kelgan odam ikkita ko'zlari ko'radi-ku desa, sani ikkala ko'zing ochiq bo'lgan-ku, sani ko'zing nomahramga tushdi deb bitta ayoliga taloq bergan. Hatto xonni o'zini o'g'il farzandi ham 12 yoshga to'lgandan so'ng ular bu haramdan ajratilgan. Nimaga ular ham balog'at yoshga yetgan hisoblanib, ular alohida savollarda tarbiyalangan. Bu yerda faqat xonni o'zi, ko'rdilarni ko'ngli xotini va bitta joliyasida haramda yashagan. Eskidan maqollari bu, qadimda bu haramga butun dunyoning chiroyli qizlari saylanib haramga tashlangan. Haramga kelmasdan oldin bitta qiz bilan xonni mushafat qilingan bo'ladi. Taqdir taqozosiga ko'ra u qiz xonni ko'ziga chiroyli ko'rindi, xon uchun haramiga keltiriladi. Haramga kelgandan so'ng bularning mushaf bilan munosabatda xabar topgan chaqimchi bu gapni xonga yetkazadi. Bundan xabar topgan xon o'sha mushabini tiraklayib, oyog'ini osmonga qaratib boshdan yerga qo'ngan ekan. O'shacha eslasak qarilarimizning gapi bor. O'g'lim ko'zingga qarab yur, oyog'ing osmondan kelmasin degan gap shu eskidan qolgan gap bo'ladi.
Mana xona yotoqxonasini ko'rib chiqasiz. Panlar original panlar saqlanib qolgan. Xonada ikkita eshik bor. To'g'rida bitta ochiq turgan eshigimiz bor. Bu xonani ko'klanish xonasi degan yumushli. Kirasiz o'ng tomonda yana bitta eshik bor, yopilib turgan. Bu eshik boyagi chiqib chiqadigan eshik. Savolim qarang. Xorazm islom dinidan uzoq bo'lgan davrlarda ham deysiz, lekin men bu tarixga qaraydigan bo'lsam o'sha даже hozir aytasiz-ku, bitta nomahramga ko'zi tushgani uchun taloq bergan. O'sha islom diniga bog'liq ozgina ma'lumot qaraysiz. Bizga islom dini juda kuchli bo'lgan. 8-asrda islom dini kirib kelgan bo'lsa, 10-asrda minglik masjidni qurdilar. Endi Najmiddin Qudrolar bizdan chiqqanda bo'ya ma'lumot berdi. Bizga 1870-yillarda chorasiz kirib keladi. Chorasiz kirib kelgandan keyin o'sha dinni nima qilib qolmay boshlashadi. Ana minglik masjidlarimiz omborxona bo'lib yotgan, bizlar qurgandan keyin hamma olimlarni yonib o'tirishgan. Ana o'shandan keyin bizga sus nima bo'ldi. Lekin bizda undan oldin kuchli dinni yulduzi mana shu. Chunki nimaga ma'lum akademiyalari ham 5000 kishi namoz o'qiydigan masjidlar. Ya bu qanday siqqan buni chiqmaydi nima qiladi? Taxt. Nurulaboyda Ispaniyasigacha kirdik biz. Nurulaboyda? Nurulaboyga boramiz. Juda uzoq hozir bir tugataylik ko'ramiz. Shu ichan qalanchidami yo? Yo'q, sal nariga peshan qo'yadi. Men qarayman men. Kech. Cho'milgan bek. Bu depasinovi? Charas? Aytgan, a? Depasinovi? Yana bir o'zim bilgan ma'lumotni aytaman. Islom dinini bog'liqlik joyi xonga Qur'on kitoblar aniga kelganda, ko'pincha Qur'on kitob sovg'aga kelgan payti Qur'on kitob pastda qo'yish mumkin emas-ku, boshdan tepa turishga. O'shaning uchun masjidlarga qo'yilgan deb aytadi. Joyda o'tirgan paytda Qur'on kitoblarni tepaga joylashtirgan degan ma'lumot aytishgan bizga masjid kelgan. O'sha paytda islom dini kuchli bo'lgani, ya'ni bizning xonlarimiz islom dinida bo'lganligini yana bir anonsi isboti. Qarayman bu narsa. Tepada. Depasinovi? O'sha davrdagi. Ya ana kamonlarni aytib, o'sha davrdagi. Ha, ma'lum shunaqa. Endi bilmadim. Nisbatan shunday. Narsa Ha, shunday. Oktober nima deysiz? O'sha tuncha deydi bizda. Diyor, diyor sen. Baskıya kırsaslı gidelim. Qaysi xonadagi? Acaba bormi? Ochib ko'ring-chi. Alloh qo'liqlarni 3-anisi saroyi. Qarang, men to'g'ri chiqdim. Siz bo'yingiz yetmaydi. Chiqa olmaysiz endi. Depsam ko'raman. Qarayversam bir narsani eshitib qarang. O'zidan chiqqan video. Kitob do'koni mana shu. Hop. Amalli prosi bil chiqishda so'ramay. Boshimda. Rosta. Necha so'm? 6 kishi. Hozir ana story chiqadi deydi. Kim sevishgan shunda? Ota bilan opaning anasini birga uchamiz. Uni opaning anasi birga. Opaning umri pul. Turib qol, o'zim qaytib kelaman. Nima bu? Çisterden çister. Tandir. Guyu. Ahulkar bermaydimi? O'zimiz qayersak. Haqati? Ha? İcaraga olib o'zimiz bir ko'rib qaytib keldingmi? Kırağınız bak. Bor ha. Kan yanınızdan. Ha? Yanınızdan. Ha? Yanınızdan. Ha? Temiz var. Atka. Ben de öyle bir nima qilmadim nima qilasiz?
Hozirda restavratsiya bo'lgan o'zimizga mana bu. Yurgan aytdim, Osmon emasda yurgan. Junaydxon haqida nima bilasiz? Hurmatli mehmonlarimiz, Xivani eski saqlanib qolgan haqiqiy tosh ko'chasi. Bumi? 500 yildan oshgan o'zini haqiqiy original tosh ko'chasi. Oldinlari 26 gektar ichi bari joy shunday katta xarsang toshlardan bo'lgan. 96-yilda bari joy restavratsiya bo'ldi, faqat yo'lakchamizda saqlanib qoldi. Bu toshlarni bizga Qoraqalpog'istonni Qoratog' tog'laridan tuyraga sudrab olib kelishgan. Bizda bunday katta xarsang toshlar bo'lmagan, bizda qum bo'lgan. E'tibor bering, bu odnostoron yo'l bo'lgan, bir yoqlama yo'l. Aravalar yuraverib, qaytaverib toshlarni yemilib tashlagan. Hozir mana biz sizlar bilan yana bitta Xivaxoni Alloqulixon tomonidan 8 yilda qo'yib bitkazilgan xonlarni labirint tosh saroyini ko'ramiz, haram qismlarini ko'ramiz. Buni ichi labirintlikmi? Bunday adashib qoldim. Labirintmi? Labirint ichkari, saroyni ichkari. Adashamiz, kim chiqdi yo'lni topdi. Savdogarlar ko'p bo'lgani uchun tosh aravalarda yurganmilar? O'sha oldida bu sharq bilan g'arbni birlashtiruvchi ipak yo'li o'tgan-ku bu yerdan. Ha. Karvonlar o'tgan albatta. Karvonlar kelgan shu yerdan. Ana karvonsaroy. Karvon saroyimiz mana bu yo'ldan bo'lgan. Dam oladigan joyi shu. Shunga kiramiz. Mana bu Biletlarimizni faqat balon izimi? ha, g'ildiraklarni izlari. Biletni olib yursada Kiramiz. Balonning Biletingizni ko'rsatib yuborasiz. Biletingizni ko'rsatib yuboring. Qiziq qolib ketdi. o'sha qizni. Ha. Tashlavordingizmi? Tashlaversa AQShning bu yerda karetani ko'rib oling. Bu kareta 1946-yilda. Bu parchasi bor, Xivaxonga sovg'a qilingan. 4 odamga mo'ljallangan bunga asli o'zi. Oldi tarafda izboshi o'tirib ot boshqarib o'tirgan. Xivani ko'chasi tor bo'lgani uchun ichkari qaydirgan bayri 2 ot qo'shilgan. Tashqariga chiqqanda bunga 4 ot qo'shilgan kareta. Resurlari ham bor, original. Faqat 90-yil ustidagi ko'chasi bo'yalgan. Yurganmi bunda? Hop. Yurgan shunda. Ha, bir tushundim. Shunaqasi? Bil. Bu Qur'onmi? Vaqtnoma partiyasi. Suiz. Abjabor, mana telefoningizdan? Ha, telefoningizdan? Ha. Hava. Rasm. Assalomu alaykum. Xayrli tongsiz, mazasi. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingizmi? Mazasi. Ostonaga dedi hurmat beringizlar. Ha, Ham Xorazm O'zbekiston shimolida o'zini uzoq muddat saqlash uchun eshiklari atayin muhofaz bo'lgan. Biz kirib kelgan bu saroy Xivaxoni Alloqulixon tomonidan 8 yilda qurilgan tosh saroy. Alloqulixon ustani chaqirib shunday deydiki, mana kirganimda bizdan usta aytadiki, menga kamida 5 yil kerak bo'ladi. Mana gapimga bu gap. Ikkinchi ustani chaqirib kelishadi. Ikkinchi usta vaziyatni ko'radi, qo'rqqanida xo'p bo'ladi, bajaramiz deydida saroyni 2 yil emas, 5 yil emas, 8 yil ketkazgan. Qarang, og'ida muomala ham kerak. Ana bityapti, mana quryapmiz, usi yetmadi bo'lsa va nihoyat bitdidir saroyni 1830. Yo'q, akam bilan Adiblar gaplashib. Xonlarni mobilin tosh saroyidan. Bu tosh saroy 3 qismga bo'linadi. Mehmonxona qismi, qabulxona qismi, haram qismi. Hozir biz birinchi qismidamiz, buni mehmonxona qismida. Kelgan mehmonlarni xonashayvonda kutib olib, tepa qismlariga kelgan mehmonlar joylashgan. Ko'chasi bor. Birinchi supada mana bu ikkinchi supada raqqosalar raqsga tushdi. Hammani ro'yxat qilgan bor. Bizda yozimiz qattiq isi kerak, shuning uchun binolarga e'tibor bering. Binolar iqlimga moslangan. Binosi baland, quyoshni to'sadi. Yoz payti shimolda esgan shamol devorga urilib, bu yer tashqariga nisbatan ancha salb. Bizda Xorazm Shunga dadam aytuvdi, kadastr bo'lgan degani teskari aykon, ya'ni bu tabiiy konditsioner vositasi. Dadam faqat qog'oz olinmagan bo'lib tushirgan. Biz bor edi, pasportlarga qo'yib berdik biz.
Arabcha sifrlargalar Hujjat biza topasizda, hujjatimiz bor. raqamlar qo'ygan. Bu tozalar. Hozirgi Bizlar hovlilar bor, mana ko'klamlarning uylari bor-ku. Unda uyning ichiga kiramiz, orqa tomonda tars ayvon bor. E'tibor qilgan bo'lsangiz. Bizadan bor. Hovliga chiqadigan tarafda mana Hidoyat uyida. Bizankidan bor. Hamma uyda e'tibor qilsangiz, issiq payti tars ayvonga chiqib. Endi labirintga kiramiz. Hech kim ko'rmayar ekanman, rost gapimizku. %22% chiqadi. Ha, endi foiz kamroq chiqadi. Bismillah. Shu bo'ylar adashib qolib qaytib chiqishmabdi. Ha, yo'q. Xonamiz bizni uyga qo'ysak, Nodira qo'yamiz. Propiskaga yashayapti-da, shular bilan. Bitta uyga yashayapti desa, o'shanda arzon chiqadi. Yuradigan xos yo'lakcha bo'lgan deydi. Ya'ni xoni cho'ning xodi bo'lgan. Qiram sultonni ko'rgansiz hammangiz. Oltin yo'lagi bo'lgan bilasizmi? Mana shu oltin yo'lak bo'lgan. Devorning oldi qismida xon harami joylashgan. Haramda xonda 4 ta xotinning uyi bo'lsa, shu devorda 4 ta eshik bo'lgan ekan. Agar xonga qay bir ayol kerak bo'lsa, haram og'alar kelar ekan, sunbul bulbullar kelib ayollarni olib shu yerdan to'g'ri xonni olib ketishgan. Orqamizdagi eshik xon ispanisiga chiqadigan eshik. Hozirgi kunda, hozirgi tarafda o'tamiz. Hozirgi kunda bu yo'lakchada eski yog'och yumaloqlar eksponatlar joylashgan. Qadimgi ustunlar, ustun taglari, mana bu qadimgi ko'pqora vaqtdagilar. Katta bo'lgan ko'klarga qo'polniki judayam mana bu temirlar, yog'ochlar yolib ketmasligi uchun qo'yilgan. Boya tosh ko'chada ko'rdik-ku, mana shu temirlar ishqali bo'lib, Maydalash vazifasini ham hech qanday qadimda bu bizada Xorazmda bu daraxtni gujum deydi. Ular buni sadaqaga gujum deydi. Gujum daraxtidan qilingan. Qadimda bu gujum daraxti odamni qulochi sig'maydigan darajada kattaga bo'lib o'sgan. Bu gujum daraxti bunday holiga 150 yil deganda kelar ekan. O'stirga egasi buni voyaga yetgani ko'ra olmagan. Sadaqaga quloch deydi. hujum oldi. Eshiklarimiz ko'pincha asrlar eshiklari bu yerda buyumlar ishlangan. Oyog'imizdan mojuvozdan 18-asr ichiga chigit soladi. Chigit solingandan so'ng tepadagi ustun pastga tushiradi. Pastga tushgandan so'ng ho'kizga qo'shib aylantirar ekan. Ana keyin yog'och aylanib ezib moyilasi beradi. Dehqonchilik yildan solishlari bo'yicha foydalangan charxmaliklarimiz, chig'iriqlar. Ichiga kuzacha boylab chiqadi buni. Ana bu aylangan payti pastdagi turgan suvni tepaga olib chiqib, ikkinchi joyga quyib beradi. Bu saroyni sotib tushirish xonadan iborat. Yana ko'paytirilgan, o'zi 100 xona bo'lmagan. Boyagi joyi chiqdi. Boyagi xona, men bu tarafda bo'lganmi? O'tiradigan joy? Men mashina navada. Biz labirintdan kirib qolsak, ikkinchi qismdan chiqdik. Labirint o'zi mendan kirib, mendan chiqqanimizni bilmaysiz. Bu tosh saroy ikkinchi qismidamiz, ya'ni bu priyomniy qism, xona priyomnisidamiz. Birinchi qismda mehmonxona qismini ko'rdik, ikkinchi qism priyomniy qism. Yoz paytlari xonasiga taxmin qo'yib, oddiy xalq mehmonda Abdujabbor adashib qoldi-yu. eshigi bor. Birinchi eshikdan xon kirgan, ikkinchi eshigi vazir elchilar eshigi bo'lgan, uchinchi eshik oddiy xalq uchun mo'ljallangan. Oddiy xalq kamdan kam vaqtlarda qabul qilingan. Endi kanalizatsiyalarni ko'rishimiz mumkin. Xorazmda kanalizatsiya 16-asrda bizada boshlangan. Kanalizatsiya tevaraklari toshlar bilan o'rilib, sopol keramika kuzachalar bir-biriga kiygizilgan. Hozirgacha suv ketadi bundan, ishlaydi, lekin qanaqa suv ketadi, qayerga chiqadi buni hech kim bilmaydi. 16-asrda qarang, bizada kanalizatsiya rivojlangan payti, hozir biz aytamiz rivojlangan Fransiya davlatlarida bu paytda hatto ko'pol bo'lsa ham aytamiz, hojatxona bo'lmagan.
O'sha uchun fransuzlar o'sha hidini yo'qotish maqsadida nima qiladi? Kuchli attirlar ishlab chiqadi. Bo'lgan attirlari hozirgi kungacha dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Shucha eslasak, bizda hurmatli birinchi prezidentimizning gapi bor edi. Chet elliklar oyog'iga latta bo'ylab yurgan payti bizning ota-bobamiz yulduz sanagan, Lubitskiy aytmagan. Kanalizatsiya sistemasini yevropaliklar bizda o'rgangan. Sivilizatsiya o'chog'i oldin Xorazmdan boshlangan. Qarang, bizda kimlar yetishib chiqqan? Al-Xorazmiylar nurni yaratgan. Najmiddin Kubrolar diniy yulduzi deb ta'minlangan. Az-Zamaxshariylar, agarda Az-Zamaxshariy bo'lmaganida arablar o'zini tilini, grammatikasini bila olmasdi. Arab bo'lganlar va bo'lmaganlar ustozi Allohning bilimidagi qo'shnisi deb tanilgan. Ular bari Xorazmdan yetishib chiqqan. Man telefon qani bro? Telefon bro. Shuncha video bo'ldi. Служили бarakan. Ichkariga mobil qo'yishga. Что я шварда? Что ты видел? Hamma kishini gruppovoy bo'lib. Что ты видел? Gruppovoy chiqarganmizda. Ziyor tarixga qiziqibdi. Ha, bitta chiqarib Odamlar o'tib ketsa, sana tarix. Hech kim bilan. Ana mana ketishib, mana ketishib. 150 hisob. Sado, qo'y turgan joying yaxshi yo'q turib. Ana o'rtada turgan. Qanday o'taman, qanday o'taman demasda poni. U tanitdi, sakra. Bu tarafda, bu tarafda. Shamol kelyapti. Quloq yetmaydi. Yo'q, qochibdi. Hadi 250 ming ekan. Keling. Azamına girmeyin. Qaylarida ko'rganman seni. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor kun kech bo'ldi va biz kechki Ichanqal'aga sayohatimizni davom ettiramiz. Hozir shomni o'qib chiqdik va biz Ichanqal'aga kelayotirmiz. Boyuyoruz. Geçti hoşlar görünürken. Geçen kadar. Geçten kalıp görüşlerken buraya. Çok muhteşem. Uçasın bağımlı gel. Abdülcabbar işte gününe gel. Burada. Çok muazzam, çok muhteşem. Çok. Hadi Kaçtım. Mana shu yerda bitta rasm oling. Qalta minna. 3, 2, 0, düşeriz. 3, hey, aferin. Ha, ikkilaringizni qiling, yonmayapti. Farqi yo'q. Men havoga ursam bo'ldi. Sizdan olgandan foyda yo'q, yo'ldan oling. O'tovmi? Sandal deyiladi. Sandal. Qani sandal? Yapıyoruz sana. Bu anda bu o'tov. Bu yoqda issiq bo'ladi. Bu yoqda sovuq. Uni hozir o'zi bizlar shunday aytganmi, ya'ni loy daromad chaqasi olgan bola. Abdujabbor qoching kameram oldidan. Kichkina qo'ying. Abdujabbar, say hi to the vlog. Biz bugun Xorazmda 3-kunimiz.
Turkmanlar mahallasida aylanib yuribmiz. Sayohat juda zo'r bo'ldi va bugun safarimiz ham qarayapti. Toshkentga yo'l olamiz. Xullas orqamizda keladigan oyparilar bular turist bo'lyapti hamma. Hozir quyosh pari oypay emas. Shunaqa. Shlapacham qiyodan oldim. Kiva. Okay, let's go. Çang. Video kıyıdan çang peyda oldu. Onu işte görünür. Interstellar. Zorku bro, biz hem uçup koyuyoruz.